Hammaga salom. Bugun men Boxpub'dan zerikib anarxiya serveriga kirishga qaror qildim. Va bunday kichik vaqt ichida nimalar yurganimga hayron qolib ketdim. Bugungi videoda men ba'zilarini grif qilganim, topga chiqish uchun har xil pul topish metodlarini sinab ko'rdim. O'zim har xil qiyin vaziyatlarga qo'yib, qimmatli bo'lgan narsalarni yutqazib qo'yganim va eng kulgilisi o'zimni boshqalarga qiz bolaga ko'rsatdim bepul narsalar olish uchun. Aytgancha yana yaqinda serverda vibe bo'lib yangi narsalar qo'shilgan edi. Yana vibe bo'lishidan oldin serverga tushishga ulgurib qoling va unda videoni boshladik. Girishim bilan SlashKit komandasini oldim. Boshlang'ich resurslarni oldim va vaqtni kettirmasdan srazu Warp Mine'ga yo'l oldim. Chunki bu yerda boshlang'ich pulni resurslarni sotib topish juda ham oson. Men ko'proq lazurit va redstone qazdim. Chunki ularni qaziganda ko'p donlab tushgani uchun va sotganimizda ham ularni yaxshigina narxga sotsak bo'ladi. 10 daqiqalik mine'dan so'ng menda 7 olmos, 3 stack lazurit va 1 stack redstone bo'ldi. Men lazurit va redstone'ni /buyer komandasi orqali sotib yubordim va barchasi menga 3.6 pul keltirdi. Lekin bu menga yetarli emasdi. Shuning uchun barcha olmoslarimni ender chest'imga qo'yib, RTP'ni zir deb yozdim va portalni ichida paydo bo'ldi. Yozuvga tipib o'tishim bilan yonimda singan portalni ko'rdim. Lekin u juda ham zoli bo'lgani uchun men ozgina blok qazishimga to'g'ri keldi. Bloklarni to'plagandan so'ng keyingi orolga o'tmoqchi bo'ldim, faqat u yerda o'zim emas. Bilim va cho'chqani tezda o'ldirdim va portal tomon yo'lga qarasam, lava turibdi ekan. Shuning uchun ozgina bloklarni olib portal tomon harakatlanishni davom etdim. Bloklar tugagandan so'ng turgan joyimga uyimni belgilab qo'yib, pastga sakrashga tayyorgarlik ko'rdim. Undagi birinchi meni bir foiz bilan qoldirdi. Sandiqdagi barcha birinchilarni va boshqa mayda narsalarni tezda o'zimga oldim va oltin blokni qazib yana RTP komandasini terdim. Va omadimga qarang, men bastionning yonida paydo bo'ldim. Bastiondan biz juda ham ko'p shunga o'xshash lotlar topsak bo'ladi, lekin bizga u yerning qo'riqchilari, ya'ni piglinlar xalaqit berishi mumkin. Bu xavfga qaramasdan men chiqishni davom etdim va pastda ikkita oltin blokni ko'rdim va men srazu uyimni belgilab ularni olishga tushdim. Ularni olgandan keyin bastionning o'rtasiga keldim va omadimga qarang, o'rtada shuncha qazib olinmagan oltinlar turibdi. Vaqtimga yetmasdan pastga tushdim va sandiqni ochib qarasam, afsuski ikkalasini ham uxlatib ketishgan ekan. Shuning uchun barcha oltinlarni yig'ib, yana bastion qidirishni davom ettirdim. Va omadimga qarang, ertib qilib ozgina yurganimdan so'ng sirasi yana oltinlarni ko'rdim. Bu degani u yerda bastion bor. Men bastion yoniga borib, u yerga setxom qo'ydim va meni kutib turgan oltinlarning yoniga qarab yurishni davom etdim. Barcha oltinlarni yig'ib bo'lgandan keyin faqat oltin bilan chiqib ketish xatoligini bilib, narsalarimni sandiq ichiga soldim va bastionning sandiqlarini qidirishga tushdim. Barcha piglinlarni o'ldirdim deb o'ylaganimdan so'ng sandiqning ichini ochishim bilan menga piglin hujum qilishni boshladi va men nima qilishni bilmasdan pastga sakradim va qaytib kelsam narsalarim joyida yo'q edi. Unga qaramasdan biz bitta nazirit va ikkita temir blok va sandig'imga qarasam shuncha narsa topishga ulgurdik. Vaqtni o'tkazmasdan yana bastion qidirish uchun RTP deb yozdim, lekin bu mening nega eng katta qilgan xatolarimdan biri bo'lganini videoni ko'rib tushunib olasiz. Bastionga kelishim bilan bu yerga uyimni belgiladim va spawnga borib ender sandig'imga barcha muhim narsalarni olib qo'ydim. Undan so'ng men o'zimga boyagi temir bloklardan hopper yasadim. Chunki Minecraftda sandiqning tagiga hopper qo'ysangiz, sandiqdagi lootlar tushishni boshlaydi. Lekin agar piglinlar yonida bu sandiqni ochsangiz, piglin sizni urishni boshlaydi. Men xuddi shu narsani bu yerda ham sinab ko'rmoqchi edim. Lekin yana bir muhim narsa meni o'lishimga sal qoldirdi. Bu esa agar o'yinchi tarkibida oltin bo'lgan blokni sindirsa, piglinlar sindirgan odam hujum qilishni boshlaydi. Shuning uchun men pastga sakradim, piglinlar orqamdan sakrash uchun. Undan so'ng tepaga uyimdagi teleport qildim va sandiqni ochib qarasam hech qanday zo'r narsalar topganim yo'q. Ozgina vaqt bastionda aylanib sandiqlardagi narsalarni yig'ganimdan so'ng men shuncha narsalarni qo'lga kiritdim. Albatta orada o'lib qolib narsalarni yo'qotgan vaziyatlar ham bo'ldi. Bu narsaga vaqtimni yetkazmasdan men narsalarimni saqlash uchun joy qidirdim va xuddi shu ideal oddiy odamga o'tsa sandiqlarni turganini xayoliga ham keltirmaydigan joy topdim va barcha narsalarimni shu yerga qo'yib uyimni ham belgilab qo'ydim. Undan so'ng men RTP qilib ozgina yurganimdan so'ng yonimda qishloq topdim va ozgina yana aylanib yurganimdan keyin hech qanaqa jiddiy topolmaganimdan so'ng hayolimga shakar qamish fermasi yasash g'oyasi keldi. Va men tezda yer bloklarni olganimdan so'ng bu joydan uzoqroqqa suzib okeanning o'rtasiga shakar qamish fermasini qurishni boshladim.
joyini qurib bo'lgandan so'ng chatda PvP chest paydo bo'lganini ko'rdim va tez ikkinchi akkauntimni shu yerga tipa qilib qo'ydim va sandiqni yechib ichiga narsalarimni solib bar PvP ga ketdim. PvP sandiqqa qarasam hali ochilishiga 200 soniya borligini ko'rdim va auksiondan ko'rinmaslik damlamasini qidirib ko'rdim. Lekin topolmaganimdan so'ng spawnga borib barcha muhim narsalarimni Ender sandiqqa solib qaytdim. Sandiq ochilishiga oz qolgan paytda tez yugurib narsalarimni olishga harakat qildim va sandiqdan xuddi shu narsalarni olishga ulgurdim. Barchasi tugagandan keyin men o'zim uchun tim yasadim va ikkinchi akkauntimni qurdim. Bundan so'ng muhim narsalarni klanning sandig'imga solib qo'ydim va mening miyamga nega ikkinchi akkauntimni AFK qilib baliq tutishga qo'yib qo'ymaslik g'oyasi kelib qoldi. Lekin ozgina urinishlardan so'ng AFK baliq tutishning iloji yo'qligini bildim. Ozginadan keyin chatga qarasam bu yozuvni ko'rib qoldim va u yerda agar /free komandasini yozsangiz sizga sovg'a beriladi deyotgan edi. Sizlarga buni oson tushuntirsam, bu narsa faqatgina anarxiya serverida 120 daqiqa yoki ko'proq o'ynaganingizdan keyin beriladi. Men sovg'ani oldim, bu esa legenda nadati 3 kunga va sirasi legenda kitini o'zimga oldim va o'ynashni davom etdim. Ozgina o'ynaganimdan keyin hayolimga nimaga men donat keys sotib olmayman degan fikr keldi va biroz vaqtdan so'ng men baribir donat keysini sotib oldim va birinchi urinishdayoq Galaxy tushdi. Agar sizlar ham xuddi shunday donat yutib olish imkonini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'zingizning Minecraft nickingizni yozib qoldiring va men 21-dekabr kuni jonli efirda donat keyslarni tarqataman. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosishni unutmang va bu videoning davomi 100 ta like bo'lgandan so'ng chiqadi. Hammaga xayr.